Assalomu alaykum. Oramizda iPhone ishlatadiganlarni eshitib, aniq bilamizki, iPhone ishlatishdan oldin ko'pchiligimiz Android ishlatganmiz. Shuning uchun biz odamlardan birinchi Android ishlatib, keyin iPhonega o'tgandagi taassurotlarni so'rab chiqamiz. Qani ketdi. Oldin Android ishlatganmisiz? Да, Samsung. Samsungdan iPhonega o'tganingizda siz uchun eng katta o'zgarish qanaqa bo'lgan? Чисто фонд uchun. Bo'ldimi? Ну да. Ishlar minus tomonlarini aytib bera olasizmi, yo'q? Minus tarafi yo'nkisi bor, tez tushib ketadi. Oldin Android ishlatganmisiz? Ha, ishlating. Yoqqani shu qotma ishlaydi, mast tarafi eng plyus tarafi bo'lsa kerak iPhone. Kamerasi yaxshi, birinchi Kamerasi o'rinda. zo'r. iPhone'ni men o'zi kamerasi uchun olganman. Aha. No, priложениyalar bo'yicha menimcha Samsung yaxshi. Siz iPhonedan keyin yana qaytib Android ishlatgan bo'larmidingiz? Yo'q. Yo'qmi? Ya. Hangi o'zi telefonda asosan mana shu kamerasi muhimda, normal qiziqishim bo'yicha shu rasmga olish, videoga olishlar bo'yicha qiziqaman. O'shaning uchun asosan kamerasi uchun olganman iPhone. Qotishini. Hamma qotishini aytyapti. Minus tarafi faqat, наверное, то, что qizib ketadi. Yana qaytib Android ishlatgan bo'larmidingiz? Bo'lardi. Mana odamlarning taassurotlarini ko'rdingiz. Siz ham iPhone'li bo'lishni xohlaysizmi? Unda telefonchi o'zidan kelib boshlang'ich to'lovlarsiz hoziroq bo'lib to'lashga telefon xarid qilib ketishingiz mumkin.